Assalomu alaykum. Azizlar, demak, bizga navbatdagi berilgan masala quyidagicha ekan. Ma'lum bir kodlash usulida kompyuter so'zi quyidagicha, ya'ni mana bunday holatga o'tibdi. Shu kodlash usulida science so'zi qanday ko'rinishda kodlanadi deyapti va bizga lotin alifbosidagi harflarni beryapti. Bu masalani ishlash uchun dastlabki berilgan so'zlarga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerda birinchi harfimiz S harfi ekan. Bu S harfi qaysi harfga o'tyapti, shunga e'tibor berishimiz kerak va nechta alfavitda nechta siljayotgani. Ya'ni S harfi o'zidan keyingi mana bu yerga qarasak, bitta siljayapti ekan. Demak, birinchi harfimiz bitta qadam yuryapti ekan. Shunga e'tibor beramiz. Bizda berilayotgan so'z esa science. Science'dagi birinchi harf o'zidan keyingi bitta harfga almashadi. Bu degani S dan keyin bizda alfavitda T turibdi. Mana bunday holatda, ya'ni T ga almashadi. Javoblarni ko'ramiz. Bu demak bizda 3 ta javobda T harfi bilan boshlangan. Shuning uchun mana bu D javob bizga alternativ javob hisoblanadi va bunga qaramaymiz. Ikkinchi harfimiz tekshirishimiz shart emas, chunki hammasida ham E harfi ekan. Shuning uchun biz mana bu harfga qaramaymiz. Uchinchi harfni tekshiramiz. Ya'ni bizda O harfi emas, balki mana bu bizda tepada M harfi bor. M harfi qaysi harfga o'tyapti? Demak, M harfi P harfiga o'tyapti. Alfavitga qaraymiz. M P ga o'tish uchun nechta qadam yuradi? Demak, bitta, ikkita, 3 ta. Demak, 3 ta qadam yurgandan keyin bizda ham berilgan so'zimizda I harfi bor, ya'ni I harfi. Bu I harfimiz alfavitda 3 ta yurish kerak. Mana I harfimiz 3 ta yurish uchun bitta, ikkita, 3 ta L harfiga kelar ekan. Demak, L harfimiz bizda mana bunda va bunda bor. O'z-o'zidan A javobimiz ham chiqib ketdi va bizda qolyapti B va S javoblar. B va S javoblarida 4-chi harfimiz I, bunda ham I, shuning uchun 4-chi harfni tekshirmaymiz va 5-chi harfni tekshirib qo'ysak maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni A bilan bizda S chiqishi mumkin ekan. Demak, navbatdagi harfimiz bizda 5-chi harf bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5-chi harfimiz. Bu yerda 1, 2, 3, 4, 5-chi harfimiz N harfi ekan. Yuqoridan qaraydigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4, 5-chi harfimiz bizda U harfi ekan. U harfi qayerga o'tyapti? Shuni tekshirib ko'ramiz. 1, 2, 3, 4, 5. Demak, bu Z harfiga o'tyapti ekan. E'tibor beramiz. U harfi mana bu yerda joylashgan. 1, 2, 3, 4, 5. Demak, 5 ta qadam tashlayapti ekan. Biz ham N harfimizdan keyin 5 ta qadam tashlaymiz. Mana N harfimiz 5 ta qadam tashlaydigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4, 5. Demak, S harfi bilan boshlanar ekan. Bizda to'g'ri javob mana bu S javob bo'lar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.